Ko'rdingki. Bugun suhbatlashadigan mavzuyimiz, ya'ni konumimiz Tesla bobini. Tesla bobini nedir? Ya'ni Tesla bobini nima? Bu Tesla transformatori deyiladi aslida. Tesla transformator o'z bilamizki, past kuchlanishni yuqori kuchlanishga yoki yuqori kuchlanishni past kuchlanishga aylantirib beruvchi qurilma. Tesla transformatori ham xuddi shunaqa qurilma. Past kuchlanishni yuqori kuchlanishlarga olib chiqib beradigan qurilmadir. Buni bir nechta turlari bor. Bu hozir ko'rib turgan Tesla transformatori MOSFET Tesla transformatori deyiladi. Ya'ni bu yerda bir MOSFET tranzistoridan foydalanilgan. Men foydalangan MOSFET tranzistori bu RERF540N degan MOSFET tranzistori. Buni kirish kuchlanishi 35 voltgacha shungacha bardosh bera oladi. Bu yerda nimalardan tashkil topgan? Birinchi o'ram kam sonli o'ramlar, ikkinchi o'ram juda ham ko'p o'ramlarga ega bo'lgan mayda bo'ladi. Ikkinchi o'ramimiz, birinchi o'ramimiz katta simdan iborat bo'ladi. Ya'ni bu yerda havo, bilasizlar, havoda chaqmoq chaqish uchun, ya'ni biron bir chaqnashni ko'rishimiz uchun oddiy holatda uni ko'rish iloji yo'q. Misol uchun oddiy 220 volt ham osilib yotgan bo'lsa ham, ya'ni biron bir joyda turgan bo'lsa ham yoki simlarda turgan bo'lsa ham, ya'ni havoda chaqnash hosil bo'lmaydi. Havoda chaqnash hosil bo'lishi uchun kamida 35 ming voltdan yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni havo molekulalarini o'rtasini uzish kerak. Ya'ni havo molekulalari o'rtasida bo'linish hosil qilish kerak. O'sha bo'linish 35 ming voltdan boshlab hosil bo'linadi. Ya'ni bu yerda ko'radigan, hozir ko'ramiz. Ya'ni chaqnashlar hosil bo'ladi. Bu chaqnashlar kamida 35 ming voltdan yuqori bo'ladi. Ya'ni havo molekulalarini uza oladigan darajada bo'lyapti. Ovozi ham bo'ladi degan umiddaman. Demak, bo'lmasa bugun shu mavzuda gaplashib o'tdik. Endi buni ishlashini ko'rib o'tamiz. Ishlashini ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana kecha yasagan anaqamiz, kuch qaynagimiz, ya'ni blok platinamizni ulaymiz. Hozir mana plusiga, minusini minusga qo'llasak bo'ladi. Kamerani tiqamiz buni. Kamerani olsam yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Hop, mana buni hazmamizdan ulaymiz. Uradik. Hop. Mana kichkinagina mana ko'ryapsizlar. Svetni o'chirsam yaxshiroq ko'rinadi. Hozir bizda 17 volt 1 amperda turibdi ekan. Misol uchun hozir mana buni oshiradigan bo'lsak, mana yaxshi shaklda turibdi. Ya'ni buni burab turib endi chaqmoqchalarni hosil qildik. Chaqmoqchalar o'zidan o'zi hosil bo'lyapti mana. Kuch qaynagimiz maksimal kuchlanishga o'tkazamiz. Maksimal kuchlanish maksimal amperda turibdi. Ya'ni hozir bunda 23 volt 0.5 amper miqdorida ishlab turibdi. Mana buni ko'rib turibsizlarki, mana shu yerda hozir 35 ming voltdan yuqori bo'lgan. Misol uchun buni qarasizlar, mana bu fizikada bir formulamiz bor. Ya'ni formulada mana buni uzunligiga qarab turib, ya'ni mana bu chiqayotgan uchqunchani uzunligiga santimetrda o'lchab turib bunda hosil bo'layotgan energiyani hisoblab olsa bo'lardi. Bu yerda hozir kamida 1 yoki 1,5 santimetr. Bu yaxshi, ya'ni yomon emas. Xo'p, endi bu bilan nimalarga qodirligimizni ko'ramiz. Kamera bilan ushlash biroz muammo bo'lyapti. Yaxshi. Bu yoqlarda ham chiqaveradi mana. Kelinglar bitta qog'oz yoqib ko'ramiz sizlarga qiziqishga. Shoshmanglar. Texnika xavfsizlik qoidalari degani bor.
Xullas yo'qoladi. Tesla bobini. Rekcha. Yana Tesla bobinimiz. Kuch qaynagimizni ko'ryapsizmi? Hoppa. Shuncha masofada lampochkani yoqishga qodir bo'lyapti qoyilmaqom. Yaqinlashsak ko'proq yanada. Çok güzel. Devam ediyoruz. Kok. Gördüğünüz gibi. Bu da görüyorsunuz. Yani ko'ryapsiz ki masofa uzoq hali, lekin yo'qolyapti. Qo'ymaqom. Yaqinlashgan sari yorug'lik ko'payib boryapti. Shuncha masofada. Nasıl? Arkadaşlar, bir şey oldu.